yangidan qo'llaringizni qattiq. Tushunmadim. Oy, nima bu ahvol? Yo'q. Keyin uyalmaysizmi? Sadoqat. Sadoqat, sen noto'g'ri tushunding. Nimani noto'g'ri tushundim? Yo'q, benomus. Sharmanda. Sadoqat, sen noto'g'ri tushunding. Qani eshitgin? Nimani eshitaman? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Sen noto'g'ri narsa tushunyapsan. Sen o'ylagan narsa emas, sen noto'g'ri Nima tushunyapsan. bo'lmasa? O'z ko'zim bilan ko'rib o'tiribman. Chiroq o'chirishga kirgan ekanlar. Keyin uyalmaysizmi? Kerizi ko'rib so'g'inmasin. Uchta polis bor ekan. Ko'rib turibman-ku, nimaga yolg'on gapirasiz menga? Akasi xotini bo'yniga osilib turganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sadoqat bo'ldi-qi. Bo'ldi qilmayman. Akam omonatiga. Omonat degani er bo'lish kerak degani emas-ku. Bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Bo'ldi qilmayman. Yopolsang, ishonmaysanmi? Ishonmaysanmi menga? Katta ko'cha senga. Tushundingmi? Bunaqa demang. Ol qo'lingga. Bunaqa demang, iltimos. Ol qo'lingga. Ey, nima gap? Nima sho'qil? Ha? Tinchlikmi? Oyijon. Nima bo'ldi? Aralashmang oy. Mani hayotimga hech kim aralashmasin. Ushlab oling. Katta ko'cha yo'qol, ko'zim ko'rinma. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Oy, yo'qoting, ko'zimga ko'rsatmang. Shoshib bilmay qoldim, jonim. Endi kech. Senga shu ham kam. Tur yo'qol. Bor ket. Qo'y qizim, siqilmagin. Bu yerda aniq bir anglashilmovchilik bo'lgan. Kuyovim o'zi yaxshi bola. Hali ko'rasan. 1-2 kunda kelib o'zi kechirim so'rab keladi. Sen ham ulardanchi uzr so'ragin, xo'pmi qizim? Hech narsa qilmaydi. Bir og'iz uzr so'raysan bo'ldi. Issiq o'rningni sovutmagin qizim. Bormasang bo'lmaydi. Mayli. 1-2 kun shu yerda damingni ol. O'zingga kelib ol. Keyin bolangni olib uyingga borgin qizim, xo'pmi? Xo'pmi? Bormayman, oyi. Nimaga bormaysan? Men uyga qaytib umuman bormayman. Men uyga kelmas qulman.